Mübarek Ramazan kunlarining birida boy bir musulmon ayol go'sht do'koniga kirdi va oldin yezib tayyorlab qo'ygan har xil go'shtlar tizimligini qassobga berib tayyorlab berishni talab qildi. Qassob ayolning talab bo'yicha go'sht tayyorlayotgan vaqtda do'konga namrat bir ayol kirib, bolalarga sho'rp qilib berish uchun so'ngak sotib olmoqchi ekanligini aytdi va tayyorlab bo'lguncha sirtqa chiqib kiraman degunicha chiqib ketdi. Bu gaplarni anglagan bay ayolning yuragi ichishdi. U shu hamon qassobga o'zininkiga o'xshash yana bir kishilik go'sht tayyorlab berishni aytdi va jikilab mundoq dedi. Bu go'shtlarning pulini men beraman. Siz tizimlik bo'yicha go'sht hozirlab u ayolga bering, lekin mening ismimni tilga olmang. Shu asnoda namrat ayol kirib, "Qani mening buyurtgan so'ngaklarim? Odatda 2 minutla tayyorlab bo'ladingiz. Bugun nima bo'ldi sizga?" Qassob miqida kulib qo'yib, "Bo'ladi, hozirla tayyorlab beraman. Ramazon emasmi? Saxovat eyi" degunicha aldirab go'sht tayyorlashga boshladi. Ayolmi javoban "Alloh eng saxiydir" dedi. Bir ozdan keyin qassob ushoq to'g'ralgan go'sht, qiyma go'sht, pochoq go'sht, yalpoqlangan go'sht, jigar qatorliqlarni bir necha xaltaga qachilab ayolga sundi. Ayol hayron qolgan holda "Bular mening emas, men so'ngak buyurgan edim" dedi. "Bular sizning. Bir oz ilgari siz Alloh eng saxiy degan emasmidingiz? Bu rostli sizning" dedi qassob go'shtlarni ayolga sunib. Ayol qassobdan go'shtlarni qabul qilishni rad qildi hamda bu go'shtlarning bakli ko'p ekanligini aytdi. Qassob ayolni oxiri qoyil qildi. Ayol go'shtlarni ko'tarib, rahmat aytganicha chiqib ketdi. Bay ayol namrat ayolning go'shtlarni qabul qilganligini ko'rib, nihoyat xushal bo'ldi va qassobdan hamma go'shtlarning hisobotini qilishni talab qildi. Qassob "Menga o'zingiz olgan go'shtning pulini bersangiz yetarlik. U ayol olgan go'shtning pulini men ustimga olaman. Menmi bundaq savobdan mahrum qolsam bo'lmas" dedi. Bay ayol qassob bilan munozilashib, bu savobliq ishni avval o'zining deganligini aytib, da'talashga tushdi. Ular oxiri tang yermidan ko'taradigan bo'lib kelishdi. Bay ayol do'kondan chiqib, uyiga qaytmoqchi bo'lib, mashinasiga minib yo'lga chiqdi. Ajoyib ish. Heliqi ayol go'shtlarni yo'qsul kishilarga tarqitib berayotdi. Ayol o'ziga 1 kilo atrofida go'sht elib qilib, qolganini yo'qsullarga tarqitib etdi. Mashinaning ichida turib bularni ko'rgan bay ayolning ko'zlaridan ixtiyorsiz yoshlar taramlab to'kildi. Shu topda namrat ayolning o'z nafsidan voz kechib, sadiq qilingan go'shtni boshqalarga tarqitib berishi, qassobning bo'lsa go'shtning pulini men beraman deb savob talashganligi qatorliq oliy janob ko'rinishlar ayolning xiyol ekronidan bir-birlab o'tmoqda edi. Bundaq go'zal fazilatlardan suyungan ayol mashinadan tushib, namrat ayolning yoniga keldi va uningga "Sizdan bir ishni so'rasam bo'lamdi? Siz bu go'shtlarni nima uchun boshqalarga tarqitib berasiz? Ballalaringizga keng kushoda yugursangiz bo'lmamdi?" Namrat ayol javoban mundoq dedi: "Men ballalarimga yetkudak elib oldim. Mana 1 kilo go'sht. Bu ballalarimga yetadi. Ramazon oyi bo'lg'achqa men yo'qsullarga berib savobga erishib olay" dedim. Ulug' Alloh mundoq deydi: "Allohning yo'lida pul melni sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terib 7 bashaq chiqargan, har boshqada 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xolgan bandasiga assalab savob beradi. Allah'ның merhameti cheksizdir. Allah mal sarf qiluvchining niyatini bilguchidir. Pul melini Allah yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi."